Matizlarda ko'p holatda pоворotni yoqqanda ko'pincha qaytmay qoladi. Shuni bugun xudo xolasa qanday to'g'rilashni o'rganamiz. Sira ichi blokis. Rulni yechib oldik. Endi bizga plasmas xamat kerak bo'ladi va alfix kerak bo'ladi. Endi rulni olamiz. Naqib qo'yamiz. Bunga gitmasligi uchun. Keyin plasmas xamatni silliq tarafi tashqarida bo'ladi va g'idiruv tarafi ichkari tarafda bo'ladi. Diagnostika haqiqat ko'rindi. Hech qanday taxmin yo'q, faqat raqamlar so'zlar. Isbotli diagnostika, ochilgan ko'zlar. Endi aniq, endi ravshan, xato yo'q bu yerda. Isbotli diagnostika, bizning zamon shunda. Injektorlar pishillaydi, bosim pastmi yo baland. Katalizator oldimi yoki zanjirmi kaland. Lyamda datchik nafas oladi, kislorod miqdori. Adaptatsiya kalibrovka motorning siryori. Adaptatsiya kalibrovka motorning siryori. Kompressiya o'lchanar har bir silindr navbati. Isbotli ishlaymiz, bu bizning sharafimiz qadri. Eski usul quloq solish. Eski usul quloq solish, shamdan qarash o'tdi. Zamonaviy texnika bizni poyga kutdi. Skanner qo'lda, kodlar ochiq. Rolni qo'ydik mana. Endi bir tekshirib ko'ramiz. Chapga yoqdik. Ishladi. Mana o'ngga yoqdik. Mana ishladi. Endi chiroyli qilib yig'averamiz.